Hop, videoni boshlaymiz. Play. Bugun xudo xolasa Jinxda turli Jinxda 4,5 yulduz rekomendatsiyaga urishib chiqamiz bitta. Hop, birinchi reliklar ko'rib olamiz. Hop, reliklarimiz Spirit Attack Boost, Play Strike, Challenger, Laurent Break, doim qiynalmaydi. Hop, o'zi yaxshi turibdi ekan. Buni ortig'i ham ortiq ketadi. Xo'sh. Yo'q, bugun mana bunisini sinab ko'rishimiz to'g'ri bo'ladi menimcha. Yaxshiroq qo'shyapti. Mana Challenger'ni ham almashtirib ko'ramiz dedi. Xo'p, mana bu narsa ham o'sha qiziq narsa. Spellaringizni ikkitadan qilishni boshlaydi. Mana shu zo'r narsa, shuni ishlatib ko'ramiz. Xo'sh. Mana bu joyda xaritani bu joyida Weekly Adventures degan joy bor. U joyda eng qiyini 3-chi bo'ladi. Recommended for 3,5 bo'lyapti. 3,5 degani bu 3,5 dan baland bo'lsa qiynalmaydi demoqchi. Lekin special rules bor. Именно mana shu galaktikskiy portalda bo'lgani uchun special rules bor. Bular bilan 3,5 4,5 kuch kerak bo'lib qolgan. Shunga hujum ko'ramiz. Devon вообще special a'zoda bu lolga. Hop, birinchisiga power tanlatadi. Shunaqa powerlar mana bittasi qurollar beryapti. 2+2 beradi. Qurollangan chempionga deyapti, lekin u bizga boshqa kerak emas. Game start deyapti. Bu prosta bitta shunaqa personaj chiqarib beradi. U faqat dekingizni ko'paytirib juda qiynab qo'yadi odam. Chunki Jinx uchun dek ko'payishi juda ham yomon narsa. Bu yerda mana bu narsa bor, shu zo'r. Spellarni bitta bir tangaga, bir managa kamaytiradi. Vobshe zo'r narsa. Hop, mana bu narsa bor. Bu narsa birinchi personajni paydo qilib qo'yadi, lekin bu spellarni bir tangaga kamayishi bizni duplikatorimizga ham to'g'ri keladi. Vobshe zo'r. Birinchisi Sparring Studentga buni zo'r mana uchala qobiliyat qo'shimcha, bittasi o'ziniki xolos. Uchala qobiliyat ana portaldagi. Mana bu shuni narsalar beradi. Startingda ko'proq qo'l bo'sh bo'lgan yaxshi, o'zingizni main championingiz bor bo'lgan yaxshi. Buni ikkala qurol ashi zo'r narsalar, buni ham ashi zo'r personaj. Bo'ldi, shunday qoldi. Bu ancha kuchayib ketdi, 3 bo'lib ketdi, ekstra kopiya ham paydo qiladi, ashi zo'r. 0-0 o'zi imba bo'lib ketgan. Buni olamiz. Yo'q, buni hozir olmaymiz ekan. Birinchi buni olamiz. Yo'q, kuchli personaj bo'lib ketdi. Mana shunaqa paytda tezligincha ko'paytirib olgan yaxshi, chunki biz vaqtimiz yo'q unga. 3x qilib o'ynayman ko'proq, o'shaning uchun qaramoqchi. Shu vaqtdan raqamlasida. Buni super silasi bor, 400 bo'lgan uchun bitta item olganingizda bitta noksosiga dushmanda bitta personajga urum beradi. Bunaqa qimmat personajlarni oldirib tashlash bo'ladi. Bu Jinx uchun qimmat personajlar bo'lmas kerak. Bu personaj hozirda xato qildim. Pastga manam to'lganda bu personajni olib qo'yish juda xato. Bu narsa hozircha kerak emas bizga. Hop, mana bu narsa kerak bo'lishi mumkin, chunki bu keyingi raundda bizga foyda berishi mumkin. Yo'q ekan. Mana damage uradi. Spashilma. Ko'proq janglar bungacha e'tibor emasdi. Hozir biz duplikator olganimiz 6 leveldan keyin kim bo'lib ketadi. O'zitdik.
Chunki bizda yana bir raketa bor. Tashish imkoniyati ham bor. Bular hozir unchalik qiyin emas. Bularni yutib вообще xursand bo'lish kerak emas. Endi mana yerda yordamchi chempion tanlab olinadi. Bundan oldin mana yerda Rigolan olinadi. Build finishing. Bu ham qiziq narsa ekan-u. Lekin biz hech narsani 2 marta rekord qilmaymiz. Shuni biz almashtirib olamiz. Almashtirib juda kerak narsani ishlatib olish kerak emas. Bu narsa qiziq bo'lib qoldi menga. Bu narsa ham shu zo'r ekan. Bu narsani olish kerak shekilli. Ayni oldim shuni. Kain Rise Yumi. Hech qaysi kuchli emas biz bilan o'ynagani. Viktor ancha qiziq bo'ladi, lekin davay Viktor bo'lish kerak. Bitta Yomovich bu narsa nima bo'lishini bilmaydi, o'ziga qarshi narsa bo'lishi ham mumkin. Bitta jon lekin umuman kerak emas. Shuning uchun biz o'yinga qarshi olamiz. Shadow Blade mana shunaqalar vaqti kuchli ko'rinadi. Pilotda see the world through new eyes. Follow my lead. xo'sh, nima qilish kerak bu yerda? Bitta personajni olish kerak-da, qo'yish kerak. Bu personaj juda kerak narsa. Bu personajdan foydalanib, bu personaj yo'q bo'lsa bo'ladi. Yo'q qo'yamiz. Qarshilik qilsa va ketadi. Courage masks the heart from fear. Buni olishimiz mumkin, buni olishimiz mumkin, buni. Lekin mana har raundda kuchayadi. Shuni buni olamiz. Qora qoldik, kerak bizga personajlar. Kuchaydi bu. Har bitta shunaqa 0 tangalik qobiliyatni ishlatganingizda bittadan nima edi? Keyword oladi. Keywordlar вообще qimmat narsa. Ikkalasini yo'qotib qo'yaman ekanda. Haydi. Urunda o'tkazib yuborganmiz yaxshi-mi uni yo'qotganda? Kuchli personaj chiqqanda shata almashtirib olish kerak bu. Yopadi. Transformatsiya qilib bunga qo'shimcha qobiliyat beradi. Shimba. Joni kamroqni o'yinga qo'ysa bo'lar edi ekan. Eternal Imano mana o'tkazadi. Bu personaj chekalagan. Qoladi. Voy, buni ham tashlatib. Oltdangidan keyin ikkitadan ishlash kerak emasmidi? Xo'sh, baribir personaj bo'lib ketar ekanda jo'da. Bu 5 ta o'tkazmaslik kerak. Hozir jonlar unchalik muhim emas, chunki u bossga yaqin emasmiz. Bossga yaqin bo'lganimizda jonlar juda muhim bo'ladi. Bo'ldi yutdik. Bu agressiv chempion uchun boshida yutib olasiz. Yutib enerji ko'rsatadi. Hop, metta poro bor, poro yavaş imba narsa. Hop, to play discard. Oh, xo'sh, zo'r narsa. O'ta imba narsa.
Agar ikkisidan ishlatilsa 6 levelda bor. Shu xazinasiga so'rar ekan. Bitta personajga 4+ beradi-da, quick strike beraveradi. Bu narsani tekin ishlatish mumkin ekan. Hamma personajlar imbayva. Ay, bo'ldi. Mana uni ham olaman, buni ham olaman. Buni ham o'rish kerak o'zi, lekin mayli, buni ham olaman. Bittadan o'rgan yaxshi, chunki ko'payib ketib qolsa juda qiyin bo'ladi. Ishlatib yuboraymi, oxirigacha saqlaymikin degan savollar bo'lyapti o'zimda. Buni ishlatmasam ham bo'lmas ekanda o'zi. Bu narsani diskard qilganga o'xshatib turib, deal enemy. Yo, mana bu. Narsa hozir kerak emas. Dushman jon vaqti tugab ketdi-yu. Xato qildik. Ground tugagan ekstrakt ko'plar yo'q ketadi. Xato qilmaganmiz, mana shu ko'p bo'lardi. To'ylarni. Shuni qo'yamiz. Shuni qo'ymaganda o'ldiradi. Bo'ldi, u yutqizdi chunki mana 4 urg'in beradi, hozir yutqizadi. Peshurun. Araslar xato qilib, davr film o'ynaymiz yaxshi. Jinxdan tushib yurmayapti. Summon random champion online cost. Ashi zonasi. Uzun epic item ne bunaqasi bor edi. Chetga ketdi endi. Mana unda voy, imbarsa bu. Kopiyasi paydo bo'lgani yaxshiroq dedi. 2+2 o'yin yaxshi bo'lgan. 2+2 bo'lgan yaxshimi? Kopiyasi paydo bo'lsa 3 yuradi. 2+2 yaxshi. Agar personaj Shivana bo'lganda extract copy aniq extract copy bo'lardi. Xo'p, bu personaj ketgach juda qiyin. Kelib qo'ygan yaxshi. Hop. Bu personaj oldik. Xo'sh. Extract kopiyasi beriladi. Think you're fast? Cute. O'zini o'ldirolmasak. Oh, it's on. Xudo. Don't let the fluffy tails fool you. I'm on it. Voy, marafsiz ishlatmayapti personaj o'zi. 2 o'rin beradi buni. Here, boss. I dare you. Oh, yıldı.
MK beradi. Xo'sh, buni yo'q qilamiz. Yaxshi. Right. Did that sound right? Kelaversangiz o'lib ketdi. Bu personaj juda xavfli. O'lmasa 2 barobar kuch ko'payaveradi. Faqat cheating o'xshaydi. Tales of our past, seeds for our future. Stay safe. I'll take it from here. Mayli shu joyda to'xtab turamiz buni. Endi o'zi 1 mana qoldi, 6 manada dublikatni uyg'onardi. Ungacha tugatib yuborishimiz ehtimoli katta. Xo'sh, mana shu 3 tangalikni olgan yaxshi bo'ladi. Xato qilgan o'xshayapti endi. Mana olamiz. Sure, but I'm gonna stay up. Bu personaj kuchiga ketyapti ekan, bu ham kuchiga ketyapti ekan, bu ham kuchiga ketyapti. Dang. Qaytamiz. Bu personaj qotil вообще. Endi mana shu tomon bittasini ko'ramiz. Ikkita bo'ladimi? Nima ikkita bo'lmayapti degan savol. Mana shu ikkita bo'lishi kerak. Bu ikkita bo'lmadi nimadir. Scout neuron bor bitta. Tomon bosib turishlar o'zi tezroq. Kart qiladi va zo'r kartalar. Oy, mana bu personajda informatsiya chempion bitta garzonlaydi. Zo'r narsani qo'ldan chiqaribmiz. Yana bitta narsani qo'ldan chiqarib. Bir tomondan xato qilibmiz. 44 jon o'zi maksimal jonda. Birorta kartani 40 borish kerak. Sizlar kerak kartalarni o'zi ancha o'yinlar oshgandan keyin 40 borish ochiladi. Hozir boshida ochilmaydi lekin. 40 minutgacha chiqaysiz karta hammasi yaxshi ekan. Bo'ldi, 0 olib o'tamiz. Trust nothing but your strength. Sejuaniga keldik mana. Calculation yo'q qilamiz. Review ko'rgan xato bo'ldi. Oy, mish qobiliyat qo'shibdi, молодец. Qo'yamiz tezligini. Nimaga ikkita uryapman degan savol bor. Xo'sh. Bunga qo'shim keltirmagandir. Personaj elusiv. Shu raundga tortib kerak missiya. Voy, uni shu rangga kirgizib qo'ydi. Ketdi. 35 oladi. O'zim chimasdi joni. Voy, Sejuanini yutdi. Vashi Sejuanini ko'rganimizdan keyin lekin qiynalib ketardi. Asli yutib turib, oxirga borib yutqizib qo'yayman.
Oy oy. Mana o'z o'rnasi вообще. Lekin mana birinchilab ketsa, umuman foydasi yo'q qoladi. Spell ishlatsa mashina bo'lib ketadi. Shuni olgim kelib qoldi agar. Xudodan deb hammasi. Spells bir ekstra damage o'lgan personajni qaytaradi mana. Yaxshi, kelishim zo'r. Bu narsa olsam aniq uydaman. Narsa olsam qiziq bo'ladi, aniq uyda qolay. Mana bu narsa nima qilyapti? Bu tomondan yurgim keldi mana, tavakkal. O'zi qizil tomonga umuman o'tmash kerak. Yutmoqchi bo'lsangiz. Mana sen havoga uchirib boss bilan teng bo'ladi. Ba'zida bossdan kuchli bo'lishi ham mumkin. Mini boss nazar tutdim endi. Osh. Bu narsalar kelasi manani u yoqqa o'tkazadigan. Uni olamiz. How can I help? Did that sound right? Kelasini ham qo'ydim. Mana. Undying Legion ishlabdi, created card bo'libdi. Undying Legion yaxshi kuchli. Xudo xolasa bolta birinchi ishlash kerak edi deb o'yladim. Ishlamabdi. Xo'sh. Safety first. Birda qo'yish kerak degan. Mana shu personajga qaytaramiz. Yo'q, mana scout personajni o'tkazamiz birinchi. Endi hammasi o'tkazamiz. Dushmanning eng kuchli kartasi. Eng kuchli kartasi 3-3 o'tkazamiz. Spell kartalar bermayapti, bu yomon. Adamın bu kartını oturuşurken to'g'ri keladi. Impact beradi mana o'ta zo'r. Xo'sh. 6 ga buni qo'yish kerak. Bunga tushmasagan. Sure, boss. Go fight. Birinchi o'lik tirildi. Ana mashina Jinxni yo'qotib. O'zi sekin o'ynasanglar, Jinx yo'g'ongani yomon zo'r ko'rinadi. Tezda hozir yaxshi ko'rmayapti. Ikki rolni tanlaganimda hozir mana shu zo'r ketadi ekan. Now it's a party. Oy, Viktor uyg'ondi. Yana bir marta Jinx raketasini olib olamizmi? Oy, Jinx 2 metr raketa berdi. Katta personajlarga almashtirib bo'lmas ekanda. Lekin yutib oldik o'zi. Oy, qachon Dravenga boramiz? Ko'p ketyapti vaqt.
Porolar shunaqa, boshqalardan u bossdan ko'ra sal kuchliroq oldi hech bo'lsanglar. Mana bu narsa вообще zo'r agar bunga yetib bora olsa. Juda omadli bo'lyapti negadir. Streamni bosish kerak bu katta bosslarga ham. Mana bu narsa Hello World. Shuni ko'rganda yo'llarimda bu narsa aytdi. Dishlarni kuchli kostiga zanjir beradi вообще. Mana bor. O'rin bilan tenglashtirib qo'yadi. Ha, endi yaxshi narsalar chiqqan ekan. Bu safar yomon narsalar chiqdi. Bozamiz endi bu yoqqa ham. Kingdom of Terror. Bular вообще foydasiz narsa. Bismillah. Hali oxiriga borsak, mashinasini ko'tarib bizni chiqib ketadi. Nima bu? Mana personaj kuchini bloklab qo'ygan ekan. Nima ishlasa qilolmaydi. Yo'q, boramizmi? Birinchi bu. Rashan qilayapmiz. Grand Prix. Darsa oxiriga olib qo'yim keldi. Oxirida zo'r jonladi deb o'yladim. Personaj full da zo'r ekan. Voy, de hamma personaj kerakli-ku. Ekstra kopiyalar qo'ygan mana uni. Вообще kirinjavachcha. Manalar uvol deyiladi bu. Bu narsani o'sha pul tashlayapti bizga qarab faqat. Bu oltsangidagi muzur foyda keltirish boshlamaganda agar men bilanmiz. Oho, kuchli narsa berar ekanda bu. Kemal bitta kutaman agar. Hamma o'rinni bitta shunga beryapti. Aksiyon chiqdi. Bas. Buni mana qo'yamiz. Buni tashlab dild kattasini berib qo'ygan unga. Agar o'lib tugab qoladi, kelishadi. Oho. Oh, ikkitadan. Voy onasini sen. Imbo kechadi hozir ekan. Mana biz nimani kutib turdik. Ikkitadan ishlasa agar bundan. Voy de. O'yinni просто raketishdan ishdan chiqib. Давай, o'tamiz, sizlash kerak. Ularga vaqt sarflamash kerak. Xo'sh. Fleeting copy вообще zo'r. Chunki bu o'zi foyda personajlar bir tanga-yu. Place summon extra copy. Mana shu extra copyni o'zi kerak. Ana faqat 2+ beradi. Mana shu bitta boss qoldi, voy.
Simba personaj bir kun meni mana shu personajni kuchaytiraman. Judayam kombinatsiya personajlar. Sarakada ketmaslik. Shosh. Discard qiladi. Dom qiladi. Oho, bittalashni tugaveramiz. Kombo shombo chiqdilar. Shunda qaysi personaj o'zimizga olmoqchimiz? Kimenda ikkita pul qoladi, u вообще четкий bo'ladi. Mo'ni ishlatam. Villains beware. Hey, bud. Bitta personaj o'lyapti, buni ham qaytarib qo'yadi. Mo'ni qaytarsa zo'r lekin. Xo'sh. Attack copy'ni kutib turamiz. Bu o'lib ketarkan, har qanday holatda o'lyapti. Yo'qmi? Here, boss. Oh, come now. Hug it out. Okey, давай. Unisi bermas ekan bu. Voy. Discard qilish. Juda yomonda shuni discard qilish. Ovozim tashlaytiradi, ovozim. Nol tanga. Yana bitti. Bitti turimiz yetadi. Shunday xat yo'q bo'laman. Voy. Excuse me? Draven'ni o'ldiramiz. Nazar qiladi. Now we're cooking. Usiz ham. Oy, o'ylagandan cho'son bo'ldi. Keyin safar qarshi tashlaymiz. Terror portal oldingida kuchaymas ekan. Birinchi terror portalga tashlaganimda 400 personajim 400 yutamadi. Hozir tajribamiz kuchayib ketdi. Oy. Eng kuchli personajim mana shu. Shuncha qobiliyatlar. Bo'ldi. Hech darajada yutish. Silverdan relik chiqadi bitta. Eng zo'ri gold qo'ygan bo'ladi. Tongurardi ikkita taxta bo'ladimi? Sizlar ham totsanglar o'ynab ko'rardik. Bir gapirma. Shuni sinab ko'rib keldi. Qani u? Iyu. Boydi. Nafsa. O'zi aslida Manon bilan mana shu kombinatsiya eng qiziq kombinatsiya bo'ladi.
Terror portalida bitta zim bo'ldi. Mana ikkalasini shart o'zimdan ko'pchilar. Monitda orzu o'tiribman. 5 versiyada. Voy be. Mayli vaqtda hisobotlarimiz bugun yetganmi?